hozir dadam kelsinlar, hammasini aytib beraman. Bo, aytsang ayt. Dada. Ha, qizim. Dadajon, mani ukam urdi siz yo'qligingizga. Ukang? Ha? Yur, o'zim bilaman. O'g'lim, kel qambacham. Ma, buni ol. Opang nima urding? Ha, opang nima urasan? Dam o'tirsan. Bo, buni joyiga qo'yarsan, o'zim bilaman. Ketdi qizim. Qizim, Ha, dada. yursan bir joyga olib boraman. Hay. Yur. Dada, men yetibmanmi? Nima deysan? Men ham boray. Olib boramiz qizim. Hay, mayli. Yur ketdik. Qizim, nima yeysan? Nima aytdi senga? Dada, mendan so'ramaysizmi? Sendan kim so'rab o'tiribdi og'zingni yopqani? Opangdan qolganini yeysan. Qani qizim, ol qani, asal qizim, o'zimi, shakar qizim. Dada so'ynasi ekan nima bu? Sen yo, sekin ye qani. Yo, birinchi marta ko'ryapsan bu narsani. Ha, birinchi marta ko'ramiz kuniga. Ha, dodla hamma eshitsin, dodla qani. Birinchi marta ko'rib. Tur joyingga o't o'zingga. Dadajon, narsalar shunday mazali ekan-a? Ha, vo qizim, bu Buxorodagi lokma shirinliklar. Buxoroda yagona. Buni filial faqat Toshkentda bor. Shirinliklarning ta'miga vahshiy gap yo'q. Qaraqan ukangga yeyishiga, bilaman birinchi marta ko'ryaptim. Ol, ana buni ham yeb bacham. O'ylabsanmi nima bo'ladi? Dada, yana kelamiz bu narsalar so'ragandan yo'qdi menga. Menga qara, manzilini to'g'ri aytsang yana olib kelaman bacham. Manzil Buxoro shahar, bu yoqdan kelsa Hamkorbank, bu yoqdan kelsa Peredaskiy masjidda. O'tib kirib keladi. Lutma ko'z. Malades bacham, to'g'ri ayt. O'ldiraman ot.